Men Lato'ga reklama qilgan edim. Just Plus korxonasiniki. Yana nimaga ishlatsa bo'ladi degan edim. Qadrdonlar, mana kasetada Kabrilla ko'chatini olib kelganman. Ildizlar ko'chat turgan, endi pishgan ko'chat edi, mana qora ko'chat edi. Buni tepasidan sug'arib qoniqtirib olmayotgandim. Mana shu Lato'ga ildiz dorini va fungitsid solib bitta vanna qilib oldik. Mana ko'chatlarimizning holati juda ham zo'r. Ildizlari ham mana qadriyat olsa ham hammasidan mana oq ildizlar chiqib kelyapti-da. Mana qadrdonlar. Xudo xolasa bularni ishlatish juda ham ko'p rejalarim bor. Kuzatib boringlar, doimiy qo'yib boraman. Keyin qadrdonlar, ko'pchilik mendan Bahodir aka yejibiki ko'chati deb so'radinglar. Tog'dan, Chimyondan ko'chatni olib kelib qo'yib qo'ydim. Yejibiki ko'chat olaman deganlar kelib, mana bismillahirrohmanirrohim. Ben bitti ko'rsatdik. Endi buni ozgina vanna qildik buni ham. Hozir men ildizini ko'rsatdik. Ozgina oziqa berdik. Xudo xolasa, mana ildizlar qadrdonlar. Erta innindan yana ikkita ovqati bor, shuni bersam xudo xolasa. Ko'chatmisan ko'chat. Kelib, mana shu joyimdan o'zingizlar olib ketsanglar bo'ladi yoki aytsanglar shaharga dastavka qilib chiqazib yuboramiz. Viloyatga ham chiqazib yuboramiz.